Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ushbu video darslikda patent imtihoniga borganingizda sizga beriladigan og'zaki savollarni ko'rib chiqamiz va ushbu og'zaki savollarga to'liq javob berishni o'rganib olamiz. Rus tilida tez orada gapirmoqchi bo'lganlarni 7 va 8 iyun kunlari bo'lib o'tadigan 2 kunlik bepul darsim va yangi kursim taqdimotiga taklif qilaman. Taqdimotda ishtirok etish uchun ushbu telefon raqamining Telegram'iga taqdimot so'zini yozib qoldiring. Вопрос 21. 21-chi savol. Ваша профессия. Sizning kasbingiz. Ya'ni sizning kasbingiz nima savoli. Bu savolga biz to'liq javob bermoqchi bo'lsak, я по профессии deb boshlaymiz. Я по профессии, so'ngra hamma o'zini kasbini nomini aytadi. Masalan, я по профессии повар. Men kasbim bo'yicha oshpazman. Yoki я по профессии строитель. Men kasbim bo'yicha quruvchiman. Parikmaxer, dvornik va hokazo kabi hamma o'z misolini aytadi. Agarda biz qisqa javob aytmoqchi bo'lsak, shunchaki kasbimizni nomini aytamiz. Повар yoki строитель yoki parikmaxer deb. Вопрос 22. 22-chi savol. Сколько дней в неделю вы работаете? Bir haftada siz necha kun ishlaysiz? Bu savolga biz to'liq javob bermoqchi bo'lsak, deylik biz 5 kun ishlasak bir haftada, я работаю 5 дней в неделю deb aytamiz. Я работаю 5 дней в неделю. Agarda biz bir haftada 6 kun ishlasak, я работаю 6 дней в неделю. Я работаю 6 дней в неделю deymiz. Agarda biz dam olish kunlarisiz har kun ishlasak, я работаю без выходных deb aytamiz. Я работаю без выходных. Bu to'liq javob edi. Agarda qisqa qilib javob aytmoqchi bo'lsak, сколько дней в неделю вы работаете savoliga 5 kun ishlasak, biz shunchaki 5 deymiz. 5. 6 kun ishlasak 6 dней. Agar dam olishsiz ishlasak, без выходных deb aytamiz. 2025-yil patent imtihoni javoblari kitobimni Azondan yoki Uzum Marketdan olishingiz mumkin. Kitobni patent test javoblari deb qidiring. Вопрос 23. 23-chi savol. В какие дни у вас выходные дни? Sizni dam olish kunlaringiz qaysi kunlar? Bunga biz quyidagi javobni aytishimiz mumkin. Выходные суббота и воскресенье. Выходные суббота и воскресенье. Ya'ni dam olish kunlarim shanba va yakshanba kunlari. Agar dam olishsiz ishlasak, я работаю без выходных. Я работаю без выходных deb aytamiz. Вопрос 24. 24-chi savol. Кем будете работать? Кем
будете работать? Ya'ni kim bo'lib ishlamoqchisiz? Qaysi yo'nalish, qaysi kasbda ishlamoqchisiz savoli. To'liq javob aytmoqchi bo'lsak, я буду работать deb boshlaymiz. Я буду работать поваром. Men oshpaz bo'lib ishlayman. Ya'ni oshpaz bo'lib ishlashga kelganman. Yoki я буду работать строителем. Men quruvchi bo'lib ishlashga kelganman. Yoki я буду работать сварщиком, payvandchi bo'lib, швеей, tikuvchi bo'lib, dvornikом yoki продавцом deb javob beramiz. Agarda qisqa javob aytmoqchi bo'lsak, kim будете работать savoliga shunchaki kasbimizni aytamiz quyidagi qo'shimchalar bilan. Поваром, строителем, сварщиком, швеей, дворником, продавцом va hokazo. Вопрос номер 25. 25 savol. Какой у вас график работы? Ish jadvalingiz qanday? Ya'ni bu yerda soat nechidan nechigacha ishlaysiz va haftada necha kun ishlaysiz? To'liq javob aytmoqchi bo'lsak, quyidagicha aytamiz. Deylik biz 9 dan 4 gacha ishlaymiz. Я работаю с 9 утра до 4 вечера. Я работаю с 9 утра до 4 вечера. Qisqa javob aytmoqchi bo'lsak, с 9 утра до 4 вечера. С 9 утра до 4 вечера deb javob beramiz. Вопрос номер 26. 26 savol. В каком городе вы будете работать? В каком городе вы будете работать? Qaysi shaharda ishlamoqchisiz? Bu savolga to'liq javobimiz quyidagicha bo'ladi. Masalan, я буду работать в Москве. Men Moskvada ishlayman. Yoki Moskva oblastida demoqchi bo'lsak, я буду работать в Московской области. Yoki я буду работать в Санкт-Петербурге deb javob beramiz. Agarda qisqa javob aytmoqchi bo'lsak, shunchaki в Москве yoki в Московской области yoki в Санкт-Петербурге deb javob aytamiz. Вопрос номер 27. Где вы будете работать? Где вы будете работать? Qayerda ishlamoqchisiz? Ya'ni qayerda ishlaysiz? Qanday manzilda, masalan, do'kondami yoki fabrikadami yoki biror bir zavoddami nazarda tutilyapti? Joyi. Qanday joyda ishlamoqchisiz? To'liq javob aytmoqchi bo'lsak, я буду работать на фирме. Men firmada ishlayman. Yoki я буду работать в магазине. Men magazinda ishlayman. Bu kelasi zamonda, ya'ni hozir ishlayapman emas, ishlamoqchiman ma'nosida aytiladi. Yoki я буду работать на стройке. Yoki я буду работать в офисе. Agarda bu savolga qisqa javob bermoqchi bo'lsak, shunchaki на фирме yoki в магазине, на стройке yoki в офисе kabi hamma o'zi ishlayotgan joyni nomini aytish kerak. Вопрос номер 28. 28
savol. Где вы живете сейчас в России? Где вы живете сейчас в России? Hozir siz Rossiyani qayerda yashaysiz? Ya'ni joyingizni bilishmoqchi. To'liq javob bermoqchi bo'lsak, я живу, masalan, в Yaroslavlе. Men Yaroslavlda yashayman. Yoki я живу в Самаре. Men Samarada yashayman. Yoki я живу в Moskve. Agarda qisqa javob aytmoqchi bo'lsak, shunchaki в Yaroslavlе, в Samare yoki в Moskve deb aytib qo'yamiz. Вопрос номер 29. 29-chi savol. Какая у вас зарплата? Sizni maoshingiz qancha? Bu yerda biz javob berishdan oldin yana raqamlarni bilishimiz kerak. Deylik biz 30 ming rubl olamiz. Моя зарплата 30 тысяч рублей в месяц. Meni maoshim bir oyga 30 ming rubl. Yoki deylik 40 ming rubl olamiz. Моя зарплата 40 тысяч рублей в месяц deymiz. Yoki 50 ming rubl olamiz. Моя зарплата 50 тысяч рублей в месяц deb hamma o'zini maoshini aytishi mumkin. Agarda qisqa javob bermoqchi bo'lsak, shunchaki mana shu 30 ming, 40 ming, 50 mingni o'zini aytib qo'yamiz. Deylik 30 тысяч yoki 40 тысяч yoki 50 тысяч. Вопрос номер 30. 30-chi savol. Где вы зарегистрированы? Где вы зарегистрированы? Siz qayerda ro'yxatdan o'tgansiz? Ya'ni qayerda ro'yxatda turasiz? Bu yerda biz ro'yxatda turayotgan manzilimizni quyidagicha aytishimiz mumkin. To'liq javob: Я зарегистрирован deb erkaklar aytadi. Я зарегистрирована deb ayollar aytadi. Masalan, Moskva shahrida Я зарегистрирована в городе Москва. Moskva shahrida. Deylik, на улице Садовая, Садовая ko'chasida. Prospekt Mira, deylik, 89/6. Uy raqam, xonadon raqami aytiladi. Agar mana shu gapni aytish qiyin bo'lsa bizga, biz shunchaki manzilni aytamiz. Где вы зарегистрированы savoliga ro'yxatdan o'tganligimiz manzili, ko'cha nomi va uy raqami. Deylik, на Садовой 89 yoki на Moskovской 36. Hamma o'zini ro'yxatdan o'tgan joyini aytadi. Demak, sizlar bilan hozir patent imtihonini topshirishga borganda sizlarga beriladigan 40 ta savolni 21-savolidan 30-savollarga to'liq javob berishni o'rganib oldik. Agarda sizga video darslik ma'qul bo'lsa, albatta meni mehnatimni like tugmasi bilan baholang. Keyingi video darslikda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.